mendan keyin xor bo'lasan, mendan keyin ko'chada qolasan, zor bo'lasan, buzilib ketasan, sen hech kimga kerak emassan, kim oladi seni, it oladimi, ikkita uchta bolang bilan hech kimga kerak emassan, hali och qolasan, zor bo'lasan, xor bo'lasan degan gaplarni mard erkak gapirmaydi. Bu gaplarni faqat nomard, yaramas, pastkash erkaklargina gapirishi mumkin. Balkim sizdan ketsa yaxshi bo'lib ketar. Balkim hayoti farovon bo'lib ketar sizdan keyin. Balkim siz uni xor qilayotgandirsiz. Balkim siz uni baxtsiz qilayotgandirsiz. Balkim sizdan keyin Xudo unga sizdan yaxshisini berar. Sizdan keyin zo'r bo'lib ketar. Rizq Allohning qo'lida, sizning qo'lingizda emas. Balkim Alloh sizdan yaxshisini berar.